videoni storiesimga qo'yganimda juda ham ko'pchilik noto'g'ri fikr bildirdi. E'tibor berib tushuntirib beraman. Birinchi fikr bu chorraha edi. Sizga yashil yonganda ham siz o'tkazib olishingiz kerak edi deyishyapti. Bu chorraha emas bu. Bu razvorot, ya'ni qayirib olgan joy. Sport tarafdan Chilonzorga tekib turish, Oqtepadan kelish. Bilasizlar, o'rtada qayirgan joy bor, pet ko'rish bor hamda svetofor qo'shimcha tarmog'i bor. Svetofor qo'shimcha tarmog'i o'chgandan keyin, qayerga o'chgandan keyin 2-3 sekunddan keyin taxminan bu yashinadi. Videoni yaxshilab e'tibor bersanglar, ko'rsanglar, svetofor yashil yongandan keyin harakat boshlayapman. Mana hozir mapik o'tdik. Hali tunshni tiqqani yo'q edi bu. O'tib ketdi. Keyin men harakat boshlab kelyapman, keyin tunshni tiqishni boshlayapti. Bunaqa bo'lishi kerak emas-da. Bu ulguraman deb ham xayol ham qilish kerak emas, chunki svetofor qo'shimcha tarmog'i o'chirilgan bu yerda. Bizga yashil yonni biz o'tkazib yuboradi. Qachon bizga qizil yon o'ziga qo'shimcha yashil yongandan keyin harakatni boshlaydi. Iltimos qolaman, yo'llarda o'ta hushyor bo'linglar va qoidalarga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli o'tgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, salomat bo'linglar.